Assalomu alaykum. Delta kuzatib turganlar hammanglarga. Xo'p, bugun biz mana shu yerda ishlayotgan, ya'ni Strive Express degan kompaniyamiz bor. Bu o'zimiz shu UGL Teamdagi kompaniya. Shu yerga ishga kirgan yoki ish o'rganayotgan bolalar bilan qisqacha bugun ozgina gaplashib chiqamiz. Logistika bo'yicha fikrlari, shular haqida gaplashamiz. Ishlayotgan bolalar bor. Mana shu yerda bizda o'qib, hozir ishga joylashgan. Ismim Nozim Bo'riyev. Alsim yo'q, sefim yo'q. 2 haftadan beri o'qiyapman hozir mana. Bular 2 haftadan beri o'qiyapti. Hozirgi kunda treyning qilishyapti. Ya'ni bular masalan rate confirmation deysizlarmi, nima bo'lsa, mana shu kompyuterlar berilgan. Mana bularga bu yerda polностью bular praktika qiladi. Bir ikkita savolim bor, ya'ni so'raydigan bundan. Qarang, qanchadan beri praktika qilyapsiz bu yerda? O'zi umuman boshlaganingizga qancha bo'ldi? Boshlagan 2 hafta bo'ldi. O'sha kundan beri praktika. Ish o'rgangani kelyapsiz har kuni, to'g'rimi? Mana logistikada bolalar ishlayotganini ko'ryapsiz. Nima deysiz? Yoqdimi, yoqmadimi, bo'ladimi? Yaxshi bo'ladi. Hamma sharoitlar bor. Yodlab turibmi deylar gaplaringlarni? Va alaykum assalom. Xo'p, Davlatbek, bu 5 oy bo'ldi o'qiganingiz. Kursda o'qiganingizda 5 oy, 6 oy bo'lib qoldi. Ancha bo'lib qoldi. Ishga kirgan, boshlaganingizga bu yerda shu ishga joylashib, treyningni boshlaganingizga 1 oy bo'ldi. 1 oydan o'tdi. 1 oydan o'tdi. 1 oydan o'tdi. Chingiz degan bola bilan u Chingiz nariga ofisda qolib ketdi. U nariyoqqa updater bo'lishga kirdi. Bu dispetcher bo'lish arafasida. Xo'p, logistika fikr yoqdimi bu soha? Qanaqa? Xo'p, sohani o'zi yaxshi. Xo'p, boshlanishda Ismoil akaning kurslarida boshladik. Shu 1 oy o'qib praktikasi bilan birga ancha yaxshi o'tdi. Hozir treyning qilyapmiz. Endi dispetcherga tayyorlanyapmiz. Hozir yaxshi ketyapti. Ish qoniqarli darajada emas. Unaqa adabiy gapirish kerak emas. Yo, yaxshi, просто adabiy gapiryapti. Umrida adabiy gapirmagan bolalar adabiy gapiryapti. Yo, hop. Yo'q. Okey. Hop, aytmoqchi bo'lgan narsam. Yuk olyapsizmi? Yuk olishni o'rganyapsizmi? Cover qilyapsizmi? Traklarni cover qilishga yordam beryapsizmi? Dispetcherlarga yordam berib turibmiz. Yuk buk qilishga. Shunaqa hozirchalik. Masalan, ertaga bitta ikkita trak bersa eplay olasizmi? Nima deysiz? Harakat qilamiz eplashga albatta. Qo'ldan kelgancha. Ko'p narsa o'rgandik. Hozir 1 oy bo'ldi, 1 oydan oshyapti ishlayotganingizda. Nima deysiz? Yoqdimi bu soha? Masalan, oldin ishlamagansiz logistikada, to'g'rimi? Birinchi marta. Oldin bironta joyda ishlaganmisiz, ishlamaganmisiz? Yo'q, oldin hech qaysi sohada ishlamaganman. Hozir faqat o'qish bilan birga shu logistika ishini olib boryapmiz birgalikda. Yaxshimi? Albatta. Yoqdimi logistika? Keyin o'qiysizmi universitetda? Qaysi universitetda o'qiysiz? Yuridическийda nechinchi kurs? Bir tugatdingiz. Ham o'qish, ham universitet, ham ish qiyinmi? Qiyin, eplaganga oson. Yaxshi, yo'q, rahmat, xursand bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Hop, bular yaqinda ishga kirganlar. Tipa bular hozir treyningda, ya'ni bularga hozir kompaniya bularni imtihon qilgan, ishga olgan, endi ko'rdi, vaqt berdi bularga ish eplab ketishga, boshqa. Mana 2 hafta bo'ldimi? Ochdim 2 haftadan. 2 hafta bo'ldi, to'g'rimi? 4 hafta bo'ldi. 4 hafta bo'ldimi o'sha? 4 hafta bo'ldi? 4 hafta bo'ldi. Ha? 4 hafta bo'ldi. Shu paytgacha hozir traklarni cover qilishni o'rgandik. Mana o'sha update olib qolishyapti. Siz уже updater bo'lyapsiz. Yaxshi. Updater ham odammi deydi. Updater bo'lish yoqadimi, yoqmaydi? Mana o'zi endi bir 4 haftadan beri yuribsiz. Mana bu yerda update'larni ko'ryapsiz. Update bo'lish qanaqa? Yoqyaptimi yoki o'zi dispetch bo'yingiz kelyaptimi? Men o'zim dispetch bo'lmoqchi edim. Update'ga tiqib qo'yishdi. Endi noiloj. Hozir ishlab, o'pib torttirib, keyin dispetchga o'tib ketamiz. Lekin update agar critical vaziyatlarni olmasa, o'zi zerikarli ish. Monotonli ish. O'shanga. Xuddi dispetch monotonli emas. Har kuni bir xil lot, bir xil bo'lmaydi. Har kuni bitta zvonok, bir xil gap, yuk olasiz, cover qilasiz, dealing qilasiz, bo'ladi. Locationlar o'zgaradi. Har xil broker bo'ladi. Locationlar o'zgaradi. Ya broker har xil bo'lmaydi. Qo'ysangizchi, u 1 oylik brokerlar hammasi har kuni yangi broker chiqmaydi bozorga. Qiyin. Hammasi bilan setup ham qilinmagan kompaniyalar bor, to'g'rimi? Shunaqa? Bo'ldi. Bu shunmi gap? Nima deymiz endi? Bilmadim endi. Ingliz tili darajasi qanaqa? Ingliz tili darajam B2 bilan C1 orasi. Nimachi? Sertifikat bormi yo'q? Sertifikat bor. Nima sertifikat bor? Savol berdirolmi, o'zi aytolmaysizlar. Sıfır, yaqinda sıfır oldim. Keyin hozir IELTSga topshirmoqchiman. IELTSdan уже mo'kli C1ga chiqyapti. 7,5 o'rtasida. Siz mana bu yerga ishga kirishingizdan oldin Saferingiz bo'lganmi, bo'lmaganmi? Sıfır yaqinda oldim. 2 hafta bo'ldi. 2 hafta. Sertifikat so'rashganmi, so'rashmaganmi logistikada ishlash uchun? Sertifikating bormi deb so'rashdi, lekin uni muhimligini aniq qilishmadi. Faqat speakingga urg'u berishyapti. Zo'r.
Yoqdimi sizga bu soha? 4 haftadan beri ishlayapsiz ekan, fikrlaringiz? Fikrlarim, samimiy fikrlarimni aytadigan bo'lsam, bu yerda kechasi ishlashni bir xil o'ziga ep ko'rmaydi, lekin kechasi ishlashdan tashqari stressli vaziyatlarni hisobga olmasa ish yaxshi. Yaxshimi? Zo'r. Zo'r bo'l, rahmat. Bu ham svejilaridan, hali logistikaga, hali anaqa fikrlari o'zgarib ulgurmaganlaridan. Aynimaganlaridan hali. O'zingiz tanishtiring. Ismim Bekzod, Sirdaryodanman, 20da yoshim, shunday. 20 yoshman hozircha. Universitetda o'qiysizmi yo'qmi? Sertifikatingiz bormi ingliz tili yo'qmi? Universitetda o'qiyman, 2-kursman, lekin sertifikat yo'q. Ingliz tilining hech qanday sertifikati yo'q. Sertifikat yo'q, o'zim tayyorlanib shu speaking qilib yurganman, keyin speakingim yaxshi bo'lgani uchun logistikada ishlab ko'raman deganman, kirganman shu. Hozir nima qilyapsiz? Nima vazifa bajaryapsiz bu yerda? Kelganingizga siz ham 4 hafta bo'ldi, to'g'rimi? 4 hafta bo'ldi. Qiladigan ishimiz qanday? Dispetcherlar misol dispetch qilib ber deydi yoki yuk topib ber deydi. Offer tashib o'tiramiz. Ishlarimiz shunaqa. So'ng yordam berib dispetcherlardan o'rganamizda hammasini. Logistikani boshida qanaqa deb o'ylagandingiz, hozir qanaqa ekan? Logistika haqida o'zi o'tgan yili kirmoqchi edim. O'sha payt ham o'zim sal tayyorlanganman. O'rtog'im ishlaydi. Shunga aytuvdi, o'sha payt o'xshamadi. Keyin baribir bor edi bilim, qandaydir o'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Kutganingizdaqa bo'ldi. Logistika mana shunaqa soha degangiz, kirsangiz shunaqa ekan rostmi? Ha, yaxshi. O'zi yoqyaptimi sizga, yoqmayaptimi? Qanday? Men bor juda yoqyapti. Atrofimdagi odamlar hammasi zo'r, bor muhit zo'r. Team, protsess yoqyapti-da. Endi yangi kirdi, ishga yoqadi, конечно. Ichdan keyin so'rasangiz kelib, "Ya, aka, logistika. Shunaqa pul to'lasa boshqa joyda ketardi" deb unaqa bo'lmaydimi? Yo'q, menimcha unaqa bo'lmaydi, chunki ishim yoqyapti-da, rostdan odamlar ham aytganimdek. Yaxshi. Nima maslahat berasiz logistika ishga kirmoqchi bo'lganlarga? O'ylab ko'ringlar, misol kirib ishga joylashgungacha, misol joylashib kirib o'zi kursni o'qib, trening 3-4 oy vaqt ketadi, pulinglar, asabiylar, vaqtinglar ketadi. O'shani ham hisobga olib, keyin 3-4 oy 1 yil ishlab chiqib ketish arzimaydi-da. Undan o'zinglarni ishinglarni qilgan yaxshi. Agar misol rostdan qolaman, misol ancharoq ko'proq muddat ishlayman desa, kirish kerak, lekin qiyin bo'ladi rostdan. O'zim misol ishga kirmadim, mana shu 2-3 oydan beri yuribmiz-da treningda. O'shani ham hisobga olish kerak deb hisoblayman o'zim. Bu Niko, hozirgi nickname Mike, nickname'ingiz hozir Mike. O'zi Niko edi. Leclerc, Mike, Niko shunaqa nickname'lar bor. Hop, bu o'qiganiga mendan qancha bo'ldi? 6 oy bo'ldimi siz bu yerda nima qilganingizga? RTRTXda o'qib ishga kirganingizga? 7-8 oy bo'ldi menimcha, bilmadim. Aniq noyabrdami keldim. Yo, oktyabrda keldim. No, xullas 5-6 oy bo'ldi-da, eng kam 5-6 oy bo'ldi. 5-6 oy oldin o'qigan, lekin 2 haftada ishga kirgan mana shu. 2 haftada o'tib ketib qo'ygan. Ana praktikaga o'tmasdan to'rbekka endi srochni ish kerak bo'lib qolgan. Bu yoqqa ishga kirgan. Shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Video bor-ku, sizda bo'lsa, yo'lda ushlab olganman men sizni ketayotganingizda. Indamasdan ishga kirdim ham demasdan ketayotgan bo'lgan, keyin bilib qo'yaman. Tasdiqlashingiz kerak. Albatta shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, to'g'ri. Siz 2 hafta o'qigansiz, to'g'rimi? 2 haftada ishga kirgansiz. Nimaga 2 haftada ishga kirib ketgansiz? Bilmadim, shu Nimani hisobiga demoqchiman. ish kerak bo'lgan, yetarli bilimni olganmiz. O'sha 2 haftaning ichida speaking bu yerga kelganmiz, intervyu olishgan. Speakingga ko'proq nima bergan, urg'u berishgan. Speakingimizga yaxshi e'tibor berib, shunga ishga olishgan. Shu speakingga qarab, ko'pincha speakingga qarabdi. Yaxshi, xo'p. Ishga kirganingizdan keyin birinchi oylikni qanchada olgansiz? Qancha vaqt o'tib olgansiz? Birinchi oylikni 3 haftadan yo'q, 2 hafta treningda yurganmiz, keyin oylikka chiqqanmiz. O'sha 1 oydan keyin shu birinchi oylikda olganmiz-da. 2 hafta treningda bo'lib, keyin oylikka chiqqanmiz. Mana bitta bolalar ular 1 haftadan ko'p, 2 haftadan ko'p trening qilibdi. 2 haftadan ko'p trening qilyapti ekan. Nimaga sizlar 2 hafta qilgansizlar? Sababi nima? Ular ham mana bir xil kompaniyada ishlayapti. Nima deb o'ylaysiz? Sababi biz payt treningda kamchilik edik. U sabab emas, lekin men ko'proq aktiv bo'lish kerak. Biz masalan, men bu trak tashirdi, trak list, shunga yuk olishga maksimum harakat qilardik. Kuniga kamida 2 ta yuk olardik treningdagilar bilan. Shu aktivligimizga qarab menejer ham sezgan, keyin shu ishga olishganda bizni.
Nima deb o'ylaysiz? Mana hozirgi mana bu yerda endi ishga kirmoqchi bo'lganlar, hozirgi kunda ishlamoqchi bo'layotganlar, bular nima xato qilyapti, nima qilish kerak bular, nima xatosini ko'ryapti, deb o'zlari ham ko'rsa tushunib oladi-da. Xato endi bu ishga nima deydi, sal seriozroq qarash kerak baribir. Chunki men bu kirib chiqib bu bo'lmaydi-da. Ofisdan kirib chiqib, bu yerda o'tirib bitta trakka qarayaptimi, oxirigacha cover qilmaguncha qarash kerak. Option tashab, do konca option tashish kerak. Shu cover qilmaguncha-da. Hozir sizda nechta trak bor? Hozir menda 3 ta bor. 3 ta trak bor. Ikkitasi uyda dam olyapti. Ofga kirib ketgan. Birinchi oylingiz qancha bo'lgan? 200 bo'lgan birinchi oyligimiz. Birinchi 3 haftadan keyinmi, 4 haftadan keyin olgan oyligingiz 200 dollar bo'lgan. Eng ko'p qancha bo'ldi hozir? Eng ko'pi endi bilmadim. 1,5 ming plus bo'ldi. Yo'q, ana shunaqa bo'ldimi? Ha, oylik общий 1,5 ming plus bo'ldi, eng ko'pi. Qancha bo'ldi ishlayotganingiz? 5 oy, 6 oy bo'ldimi? Ofitsialniy ishdan tak 6-7 oycha bo'lib qoldi menimcha bilan. 6 oy bo'ldi menimcha. 7 oy bo'ldi. 7 oy. Shu yerdamidi? Ha, o'rtacha 7 oy bo'libdi. Yoshingiz necha dedi? 18, hali 18. Voy. 18 yosh. Ingliz tili sertifikatlar yo'q, hech qanaqa. Bor. Bormi? Nima bor? IELTS 7. 7 mi IELTSiz? Speaking nechi? 6. Ay mazki. Siz buni IELTS demay 7 emas, 6 ekan. Chunki logistika speaking qiziq, qo'yani qiz emas masalan. Xo'p. 6 speaking bilan 18 yoshda eng ko'p oyiga 1,5 ming chiqdi, to'g'rimi? Normal, yashasa bo'ladi. Yaxshi. Nima deysiz? Logistika yoqdimi, qizim ekan, ishlasa bo'ladimi ekan, qo'yganlar maslahat berasizmi? Maslahat beraman albatta, agar normal nima deydi, plusga chiqaman desangiz, maslahat beraman, to'g'ri. Lekin to'g'ri, uyqungizdan qilasiz. Sacrifice qilasiz endi. Iloji yo'q. Bir nimani qurbon qilmasdan katta pul ishlab bo'lmaydi baribir. Siz masalan logistikada hozir qancha pul topmoqchisiz? Masalan aytaylik, oyiga mana shuncha pul topsam zo'r bo'lardi degan summa bormi xayolda? Endi agar masalan 4 ming topsangiz 5 ming topgingiz keladi, 5 ming topsangiz 6 ming topgingiz keladi. Hozir uyga ketib keling. Sizlar buni o'rgatib qo'yasizlar-da. Siz Delta Textda o'qigansiz, keyin necha pulga o'qigansiz o'sha payt? O'sha payt 9 million 900 ga o'qiganman. Mana bu 9 million 900 to'lab kursga o'qigan Delta Textda. Mana hozir ishlayapti. Masalan, o'qiganingizga va o'sha pulni to'laganingizga o'sha hozir rozimisiz, chestmi? Albatta. 1,5 ming topganidan keyin rozi bo'ladi-da. 2 barobar topganidan keyin kim rozi bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Maslahat berasizmi qolganlarga bizni? Albatta, maslahat beraman. Kelinglar, o'qinglar. O'rganinglar. Xo'p, xullas bu ofisda mana shu bolalar ishlaydi. Bundan oldin ham boshqa ofislarni ham ko'rsatgan edim. Yunusoboddagi yana boshqa o'quvchilar bor. Bu yerda endi hozircha svejiy o'quvchilar. Bu komandada yana meni o'quvchilarim bor. Boshqa smenada ishlaydi. After hours night ishlaydigan bor, Johnmidi? Jozef bor. U ham 5-6 oy bo'ldi o'sha ishga kirganiga, updater sifatida ishlaydi. Hozirgi kunda kompaniyada juda ham o'quvchilar ko'p. Deyarli mana shu kompaniyalarni o'zimizdagi 50-60% o'zimiz o'quvchilar, ya'ni Delta Tex o'quvchilari. Mana hozirgi kunda bu ham masalan o'zim o'quvchim. O'sha ishga kirgan, qanchadan beri ishlayapti. Xo'p, xudo xolasa yana tez shunaqa videolar qilib turamiz. Real time bolalar bilan gaplashib, mana shu o'quvchilar bilan suhbatlar qilib turamiz. Sizlar yana qanaqa holat, qanaqa bolalarni, qanaqa leveldagilarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, yozsanglar, masalan 5,5 IELTS borlar ham bor bizda, 5 IELTS borlar ham ishlayotganlar, 18 yosh mana 19 yosh, 20 yoshda ishlayotganlar bor. Shunga qarab yozsanglar, shunga qarab sekin bolalarning oldiga borib suhbat qilib, yana darsni gaplashib, videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.